vrach sifatida juda ham ko'p narsalarni ochib bera olmayman deb patsientlarga qancha aytsam ham tushunishmaydi. Yuzligiga $500 muolajalar olib kelishadi-da, Anora rezultat yo'q. Yuzini holatini ko'raman. To'g'risi, yuzligiga tushadigan narsa emas, 2-3 marta borib qildirishadi, $500 to'lashadi. Lekin effekti yo'q deb aytishadi. Undan ko'ra effektivni bitta dona narsa olgan yaxshiroq-da. Full face muolajasi lipoy protsedurani o'rnini bosadi. Yuzimizga lifting beradi, ko'z atrofidagi, peshonadagi nasogubka, slezka hamma ajinlarni ketkazib beradi-da. Puliga uchishadi bir xil, arzonroq deb qivorishadi-da. Undan ko'ra o'sha ikkita narsani pulini qo'shsa full face olib ketishadi. Rezultati zo'r bo'ladi. Обязательно o'zini ishini ustasidan, vrach, dermatokosmetolog, vrach, kosmetologlardan olinsa effekt ancha bo'linadi deb o'ylayman. $500 ga kurs qilib olgan muolajasidan bitta dona $200 ga zo'r qilib full face olgan yaxshiroq-da. Rezultat zo'r ko'rishadi. Hamma davolni bo'lib ketadi.